بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Taolaga hamd sano, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga salovat va durudlar bo'lsin. Sizlar bilan Alloh subhanahu va taologa iymon keltirishlik hamda farishtalarga iymon keltirishlik boblaridan keyin mana bugun Allohning o'zini payg'ambarlariga nozil qilgan kitoblarga iymon keltirishlik bo'limi haqida, bobi haqida gaplashamiz. Bu kitoblarga iymon keltirishlik bizni iymon keltirishligimiz kerak bo'lgan asoslarni, rukunlarni uchinchisi hisoblanadi. Ibn Umar radhiyallohu anhu hadislarida payg'ambar alayhissalom aytdiki, iymonni Allohga, farishtalariga va kitoblariga deb turib qolgan iymonni rukunlarini sanab ketdi. Bu uchinchisi hisoblanadi. Bir kishini iymoni agar kitoblarga bo'lgan iymoni mukammal bo'lmasa ekan, bu haqiqiy Allohga iymon keltirgan kishilar hisoblanmaydi. Bu hadisda kitoblariga deyapti. Kitoblaridan maqsad Alloh subhanahu va taolo xabar bergan kitoblar 4 ta. Bular Tavrot, Zabur, Injil va Qur'on hisoblanadi. Va bundan tashqari boshqa payg'ambarlarga sahifalar tushirgan Ibrohim alayhissalomga va boshqa, masalan, hadislarda keladi, Shis alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir sahifalarni berdi. Mana bu sahifalar ham Alloh subhanahu va taolo tomonidan tushganligiga biz iymon keltirishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir oyat tushirganda sahobalar nihoyatda qo'rqib ketdilar. Bu oyat lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Osmon va yerdagi narsalar hammasi Allohnikidir. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sizlarning ichingizlardagi biron bir narsani oshkor qilasizlarmi, yashirin qilasizlarmi, Alloh taolo shunga ko'ra sizlar bilan hisob-kitob qiladi degan oyatni Alloh taolo tushirdi. Yaghfiru liman yasha va yu'azzibu man yasha. Xohlaganga azob beradi va xohlaganni Alloh subhanahu va taolo mag'firat qiladi. Alloh taolo har bir ishga qodir degandan keyin sahobalar payg'ambar alayhissalom oldiga keldiki, "Ya Rasululloh, bizga Alloh taolo shariat qilib bergan narsalar hammamizning qo'limizdan kelardi. Namoz, ro'za, jihad bilan qo'limizdan kelardi. Biroq qo'limizdan kelmaydigan narsaga biz taklif qilamiz" dedi. Endi bunga biz taqat qilolmaymiz. Endi nima deyasizlar deganda, Alloh taolo biron bir narsani ichingizda yashirsangizlar ham yoki oshkor qiladigan bo'lsangizlar ham shunga yarasha sizlar bilan hisob-kitob qiladi deb aytgan edi. Bu ichimizda ko'p narsani yashirib yuramiz, bu yoqqa chiqarmaymiz. Endi biz xalos bo'ldik deganda, nima sizlar dedi, ana yahudiylarni qavmlari Musa alayhisalomga sami'na va asayna deb aytganga o'xshab turiblarmi, aytmoqchimizlar, eshitdik, biz biroq itoat qilmadik deydigan qavmlarga o'xshab turiblarmi, shunday demaysizlar, demoqchi bo'ldilarsizlarmi? Balki o'rniga sami'na va ata'na ghufranaka robbana va ilaykal masir deb aytmaysizlarmi dedi. Sahobalar shu paytda tillarini payg'ambar alayhissalom buyurgan mana bu so'zlarga nima qildi? Bo'ysundirdagi sami'na va ata'na ghufranaka robbana va ilaykal masir. Eshitdik, itoat qildik. Ey Alloh, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, qaytishlik senga bo'ladi deb turib, ular aytgandan keyin mana bu oyatlar tushgan ekan. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih. Payg'ambar o'zidan, ya'ni Alloh tomonidan o'ziga nozil qilgan narsaga iymon keltirdi va mu'minun. Mana bilan iymon keltirishdi. Ana shu narsaga. Kullun amana billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Ularning barchasi Allohga, farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlarga iymon keltirdik. Bu payg'ambarlarning o'rtalarini biz ajratmaymiz deb aytadigan kishilar bo'ladi dedi. Demak, mana bu oyatda ham payg'ambar ham deyapti, hamda mo'minlar ham Alloh subhanahu va taolo tomonidan tushirilgan kitoblarga iymon keltirganligini mana
oyatda xabarini beryapti. Endi mana bu kitoblar yuqorida aytib o'tgandek 4 ta dedik. Birinchi Tavrot, ikkinchi Injil, uchinchi Zabur, to'rtinchi Qur'on. Mana shu kitoblarga bir qator to'xtalib o'tamiz. Tavrot degani bu shariat degan ma'noni bildiradi. Ya'ni shariat hukmlarini o'z ichiga olgan kitob hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo buni Musa alayhisalomga nozil qilgan edi. Musa alayhisalomga nozil qilgan edi. Hattoki o'zlarining kitoblarida batafsil hidoyat, nurlar yozilgan edi. Ammo hozirgi kunda bu Tavrot Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan Tavrot yo'q. Hozirgi kunda bir odam yo'q, men Tavrot bor, hozir men bilaman. Shu yer yuzida deydigan bo'lsa, yo'q, bunaqa Tavrot yo'q. Sababi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning davriga kelmasdan burun ular o'zlarining qo'llari bilan Tavrotni o'zgartirib yuborgan edi. Va hozirgi kunda mana Injil haqida gaplashamiz. Injil yo'q hozirgi kunda. Alloh subhanahu va taolo nasoralarga nozil qilgan Injilni hozir biz topa olmaymiz. Ammo shu kunda nozil qilingan Tavrotga va ana shu kunda nozil qilingan Injilga biz iymon keltiramiz. Ana shu Injil, ana shu Tavrot Alloh subhanahu va taolo tomonidan nozil qilingan degan bir biz e'tiqodda bo'lishimiz kerak. Biroq buni o'zgartirib olganligiga biz qattiq bilamiz. O'zgartirganligini biz Alloh subhanahu va taolo bizlarga xabar berganligi uchun biz bu xabarni tasdiqlaymiz. Alloh taolo Maida surasida fadina naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Ular ahd paymonlarini buzganlaridan keyin biz ularni la'natladik va qalblarini xotirib qo'ydik, ya'ni qosiyat qilib qo'ydik. Yuharrifuna al-kalima an mawazi'ihi. Keyin ular Tavrotdagi payg'ambar alayhissalom keladi hali degan joyini nima qildi? O'zgartirdi ular. Deb mana Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Ko'p oyatlarda aytgan yuharrifuna al-kalima an mawazi'ihi. Ular kalimalarni o'zining o'rinlaridan boshqa yoqqa o'zgartiradilar deb turib Alloh taolo juda ko'p o'rinlarda bizlarga xabar bergan. Yana hozirgi kundagi Tavrot asli Tavrot bo'lmasligidan dalil bu ilohiy kitobda jannat, do'zax, qayta tirish haqida bitta gap ham bormaydi Tavrotda. Hozirgi kundagi Tavrotlarda na jannat haqida, na do'zax haqida, na oxirat haqida, savol-javob haqida biron bir narsa topmaysiz. Faqatgina hikoyalardan tashkil topgan hozirgi kundagi. Demak, bu ilohiy kitoblar o'zi odamlarni dunyoda qanday yashashlik kerak, bu oxiratda nima ishlar bo'ladi haqida bayon berish kerak edi. Lekin bu Tavrotda unaqa narsalarni topmaysiz, bitta. Va mana bu Tavrotda yana juda ham qiziqarli narsasi Musa alayhissalomga nozil bo'lgan kitobda Musa alayhissalom qayerda vafot etgan, qayerda dafn qilinganligi haqida yozilgan. Musa alayhissalomga Tavrot tushgan bo'lsa, bu qanday Musa alayhissalom haqida boradi bu gap? Yana ulamolar, islom olimlari Tavrotni bir qator o'qib chiqqanlaridan keyin juda ham ko'p kamchiliklarni topgan. Payg'ambarlarni, Allohning payg'ambarlari haqida juda ham bir nojo'ya gaplarni qattiq gapirishgan. Masalan, Odam alayhissalom haqida. Odam alayhissalom jannatda haligi mevani yegandan keyin Alloh taolo odam bilan havoni chaqiradiki, Allohning kelayotgan ovozini eshitadagi bekinib oladi odam bilan havo. Bekinib olib turib, shunda Alloh taolo "Ey odam, havo qayerdan sizlar?" deydi. Shunda bizlar bekinib olamiz deydi. Shunda Alloh taolo "Nega bekinib olding?" desa, "Bizning ustimizda libosimiz yo'q, qiyolanashmiz" deydi. "Men sizlarga nima degan daraxt yeb qo'ydilaring sizlar" deydi. "Ha, yeb qo'ydik" deydi. Chunki avratimiz ochilib qoldi deydi. Mana bu so'zlari bilan Allohni bilmaydi degan sifatlarini aytib kelishadi. Ular daraxtni yeb qo'ygan paytda Alloh bilmay qolgan ekan. Chunki nimadir jannatda bekinib olgan paytda ham Alloh taolo qayerda bekinib yotganligini bilmagan ekan. Bu bilan nima qilyapti? Alloh subhanahu va taologa jaholat sifatini beryapti. Yana Nuh alayhisalomning bolalari 3 ta o'g'li bo'lgan, Yafis, Ham, Som degan o'g'illari. Shuni bittasi Nuh alayhisalom uxlayotgan paytda avratiga ko'z tushib qolgan ekan. Uyoq joyiga.
kim bilan undan ne gidlar tarqagan? Adasini avratga qilganligi uchun. Shuning uchun boyagi o'g'li yomon, undan yomon odamlar tarqadi degan gaplar mana ularning kitoblarida bor. Mana shunga o'xshagan bir tuhmat gaplarni ham topiladi. Lut alayhisalomni o'zini ikki qizi bilan zina qildi deb yozilgan. Lut alayhisalom o'zini ikki qizi bilan zina qildi. Ya'ni Lut alayhisalom qavmini Alloh taolo halok qilib tashlagandan keyin bular bu halok bo'lgan qishloqdan uzoqqa borgandan keyin qizi bor, ikkita qizi bor Lut alayhisalom, shular najot topgan edi. Endi nasl tarqama qamasini qo'rqitading degan ikkita qizi Lut alayhisalomga sharob ichirdi. Sharob ichirgandan keyin mast bo'lib qoldi. Mast bo'lgandan keyin nima qildi? Keyin ikkalasi ham qo'shilib zina qilishib oldi. Nasl tarqatib deb turib ikkalasi ham keyin homilador bo'lib qoldi degan narsa ularning kitoblarida bor. Bunaqa aroq ichishlik ularga yarashadigan narsa emas. Nuh alayhisalomni ular aroq ichishlikka e'tiqod qilishadi. Nuh alayhisalom bunaqa jirkan ishlar bilan shug'ullanadigan kishi emas. Davud alayhisalomga bir tuhmatlarni aytadiki, Davud alayhisalom bir kuni yuqorida turgan paytlarida bir qo'shnining uyida bir go'zal ayol qilganlar bo'lib turgan ekan. Juda ham nihoyatda go'zal ekan. Keyin shuni izlab erini topib turib erini jihatga yuboradi. Jihatda nima qiladi? Hadan birinchi safga o'tkazib qo'yayman deydi. Tezroq o'lib qolishlik uchun. Keyin boyagi birinchi safga ketayotgan paytlarda o'ladi. O'lgandan keyin Davud alayhisalom boyanga turmushga chiqadi. Turmushga chiqib turib birinchisi ko'targan tushib qoladi, ikkinchi ko'targanda Sulaymon alayhisalom tug'ildi degan bir jirkan gaplar bor. Allohning payg'ambarlari unaqa odamni xalqlari bilan bunaqa o'ynashmaydi. Ular zulm, birovni ayollarini tatib oladigan kishilar emas. Bu insonlarga, solih odamlarga yarashmaydigan ishlarni ular payg'ambarlarga ishlatishadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, ular ko'pchiligi payg'ambarlar bilan o'ynashgan edi. Ba'zilarini qatl qilgan edi, o'ldirgan edi deydi. Ba'zilari bilan o'ynashgan edi deb turib mana ular haqida xabar bergan. Demak, ularning Tavrotlarida juda ham ko'p bir islom e'tiqodiga to'g'ri kelmaydigan bir ishlar borki, mana shu narsalar bilan ularning ikkilanib qolishgan. Hozir kunda bizning ichimizda bir e'tiqod yuradiki, Xizr alayhisalom tirik degan. Xizr alayhisalom tirik emas aslida. Payg'ambar alayhisalom u haqida biron bir xabar bergan emas tiriklik haqida. Balki islom sunnat imomlari ittifoq qilgan u kishini vafot etganligiga. Ammo u kishini ularning kitoblarida, yahudiylarning kitoblarida Xizr tirik degan maqolatlar yuradi. Shu kim Xizr tirik deyotgan bo'lsa, u ana shularning diniga ergashib, shularning dinidan bir narsani xabar berayotgan bo'ladi. Demak, hozirgi kundagi bizning qo'limizdagi Tavrot bu aniq o'zgartirilgan dalil Alloh subhanahu va taolo mana Qur'on Karimda bizlarga xabar berib qo'ydi. Yana ular kitoblarini o'zgartirib, tuyuq joy qilmagandan keyin har xil qissalarga, ertaklarga ergashib o'zlari mana shunday ertaklarni to'qib ketdi. Ilohiy vahiy qilingan kitob gahda qolib ketdi, bu qissalarga o'tib ketdi. Hozirgi kunda ham bizlarning musulmonlarimiz xuddi mana shu holatga uchragan. Qur'on, hadis ta'limotlarini o'zgarmaydigan bir manhajlarga tashab turib, bir qissalarga ergashib ketishadi. Ertak cho'pchaklarga ergashib ketishadi. Hattoki bu Qur'on Karimdagi oyatlarni nima qiladi? To'g'ridan to'g'ri inkor qiladigan yo'q deydi. Bizni ustozlarimiz bizga bunaqa narsalarni o'rgatmayapti deydi. Bu bo'lmaydigan degan gaplarni aytadiki, Qur'onni shunday nima qiladi? Itoat aqllar orqalariga. Ulardagi bir ertak bor. Ertakni eshitganda juda ham qochib ketasizlar. Bu ertak shunday iboratki, ularda bir shayx deb qo'yadi. Shuni aytgan degan. Shu nima aytadigan bo'lsa, shuni bajarish kerak xolos. Bu yoqda Qur'onga teskari deydigan bo'lsa, yo'q. Bu shayxni aytganini qilishimiz kerak bizlar deydi. Bir kuni bir shayx o'zini shogirdlaridan bittasiga aytadiki, siz deydi, oyingizni oldida adangiz yoqdi, shuni o'ldirib keldi. Baratdagi nima qiladi? Shayxini, pirini aytganini bajarib keladi. Barcha oyisi bilan adashayotgan ekan, adasini o'ldiradi, so'yib qo'rqursan bu xalqaga kirib keladi. Adangizni o'ldirdingizmi dedi. So'yinib ketadiki, men shayxni nimadir buyrug'ini bajardim, ha adamni o'ldirib kelganman dedi. Shun bilan bayan shayx aytadiki, siz deydi, dadangizni o'ldirmadingiz deydi. Nima desa, siz dadangizning yonida yotgan zinokorni o'ldirdingiz. U yolg'onni seni adangman deb yurgan edi. Aslida u sizning adangiz emas, sizning adangiz yo'q bo'lib ketgan deydi.
Bu adam yolg'onchi deydi, sizni ayinga aytgan bu zinokordir deydi. Degan mana mashina hikoyani aytib kelishadi. Hikoyani aytib kelib turib, buni orqasidan shar'iy hukmlarni nima qiladi? Qo'yishadiki, agar shayx deydi, pir deydi, bir narsani buyuradigan bo'lsa, agar shariatga xilof bo'lsa, Qur'onning oyatlariga ochiq xilof bo'ladigan bo'lsa, buni bajarish kerak. Ko'rmaysizmi, boyaq odam deydi, o'zini bor adamni o'ldirib keldi, adasini o'ldirib kelgan edi. Bu aslida adasi bugun chiqdi deydi. Ko'ryapsizlarmi deydi. Agar shayx deydi, kirish bo'ladigan bo'lsa, buni qaytarmaslik kerak deb qo'yadi. Chunki e'tiroz chiqishi mukazir bo'ladi shayxga qarab deydi. Mana shunga o'xshagan narsalarni olib keladidagi Qur'onda ochiq oyatlarni nima qiladi? Qur'onga itoat qiling, payg'ambarga itoat qiling deganni shuni olib tashlaydidagi yo'q deydi, o'zlarining shayxlariga nima qiladi? Itoat qilishadi. Bu hikoyalarga shariat ahkomlarini nima qiladi? Bino qilishadi. Bu hikoyalarni bunda aqoidadan bo'lsangiz, xatolari o'z-o'ziga ko'rinib turibdi. Birinchidan, islomdagi hukmlarni joriy qiladigan odam shayx bo'lmaydi hech qachon. Bir domla fatvo bermaydi. Bir odamni o'ldirish kerak bo'lsa, toshbo'ron qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, shayx firqa chiqarmaydi buning uchun. Pirlar fatvo chiqarmaydi buning uchun. Buning uchun hokim aytish kerak, yoki bo'lmasa qozi aytish kerak, yoki bo'lmasa xalifa bunga buyruq berish kerak. Xalifa bilan pirning o'rtasida katta farq bor. Birinchidan, demak ular nima qilyapti? O'zlariga shayxlarini hokimlarning darajasiga qo'yib qo'yadi. Hokimlarning so'zlari bir kun ularni oldida. Ular faqatgina kimga? Shayxlarning pirlarning gapiga yurishadi. Bu bilan ularni shariati islomiyadagi o'rnatishilayotgan nimadan fikrlari zalolatlarini bilib olamiz. Ikkinchidan, islomda toshbo'ron qilish kerak zino qilgan ayolni. Bu borib o'ldirib ketadi. Hech qachon bunaqa borib pichoq bilan o'ldirilmaydi islomda toshbo'ron qilingan odam. Albatta bu nima qiladi? Toshbo'ron qilinib, xalqning ichida oshkor qilinadi. 4-5tasi nimadir yashirin bekinib kirib turib bir burchakda nima qilishmaydi. Demak, mana shunga o'xshagan narsalarni yahudiylar juda ham ko'paytirib tashlayotgan ishlaridan natijada o'zlarining tavozini o'zgartirib tashladi. Ana shunga ta'sirlantirib bizni bu musulmon ummatining ichida ham shayxlarning tushlariga, falchilarning ko'pchilik va ertaklariga ishonib ketib turib oyat hukmlarini, hadislarni ochiqdan-ochiq inkor qiladigan yo'q, bu biz bunaqani bilmaymiz deb qo'yadi. Men sizga oyat aytyapman, men sizga Qur'onni gapiryapman, men sizga hadisni gapiryapman desa, mana bu rivoyatga nima deysiz deydi. Bu rivoyatning qaytini oldindan. Sen ko'rpachani tegidan tavlagan kitobni topgansan bu rivoyatni. Bu o'zgarmaydigan nimadir? Haqiqiy o'chmaydigan bu kitob Qur'onga bir amal qilsangiz deydigan bo'lsa, yo'q deb qo'yishadigan gaplarni bizlarga nima qiladi? Aytib, mana Tavrotlarini o'zgartirgan kishilarning yo'llariga ergashadi. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, "Inna bani Isroillarna halaku qassu." Bani Isroil dedi, ya'ni yahudiylar halok bo'lgan paytlarida qissalarga o'tib ketdi deydi. Ertaklarga, ko'pchiliklarga o'tib ketishdi deydi. Halok bo'lgan paytda, ya'ni halok bo'lgan qanday halok bo'lgandir? Allohning ochiq oyatlari Tavrotni tashlagan paytlarida, Tavrotni qo'yib turib, ana shunday halok bo'lgan paytlarda qissalarga o'tib ketdi. Bir kishi bor ekan, undoq bo'libdi, mandoq bo'lib ketibdi, uchib ketibdi, suvning ustidan yugurib ketibdi, yoki bo'lmasa nimadir, sunnatini o'zini qishlog'ida o'qirgandagi farzga masjidga borib kelar ekan, yoki bo'lmasa ashraxda o'qirgan degan ko'pchiliklarni nima qildi? Degan ishimizdan tarqatib tashladi. Ya'ni shularni bir aytgani, shayxning aytgani gap, aytgani so'z, mana shunaqa nima qildi? Holatlarga aylanib qolishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni kitoblari o'zgarib ketganligidan xabarini bizlarga bergan Payg'ambar alayhisalom. Sahih hadis Imom Muslim rivoyatlarida, Ahmad ibn o'zining musnadlarida Baro ibn Azib radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom bir yuzi qaraytirilgan va darralangan yahudiyni oldidan o'tdi. Haligi chaqirib oldiki, "Hakada tajiduna hadda zina fi kitabikum." Sizlarning kitobingizlarda zinokorni hukmi mana shunaqami dedi. Ya'ni basharasi qop-qorani bo'yab qo'yib va uni orqasiga darra urishni dedi sizlarning kitobingizlarda dedi. Shunda ular ha dedi. Bizlarda kitobimizda mana shunaqa dedi. Shunda Payg'ambar alayhisalom yahudiylarning ichidagi bir olimni chaqirdi. Ulamoni chaqirdiki, "Allohning o'rtaga qo'yib qasam ichib aytaman" dedi. "Sizlarning kitobingizda dedi, zino qilgan odamning hukmi dedi, yuzini qaraytirib,
orqasiga darra urib, ya'ni eshakda teskari o'tkazib qo'yib aylantirishmi dedi. Shunday degandan keyin Allohni o'rtaga qo'yib etmas edim. Bizning kitobimizda zina qilingan odam tashbiron qilingan dedi. Haligi Yahudiyning ulamasi. Allohni qo'yib o'rtaga qo'yib aytsa, shuncha men aytdim dedi. Bo'lmasa men yo'q deb javob berardim dedi. Ikki haligi Yahudiyning olama bizning ichimizda zina ko'payib ketdi. Zina ko'paygan paytda ham hurmatli odamlar ichida ko'payib ketdi. Shuning uchun hurmatli odamlar zina qiladigan bo'lsa, yuzlarini qap-qora qilib turib va ularni orqasiga darralar urib mashina aylantiradigan bo'lsa, xalqning ichida bizning ichimizdagi zaif odamlar, ya'ni kambag'al sifat odamlar agar zina qiladigan bo'lsa, ularni tashbiron qiladigan bo'ldi. Shunda sahobalar aytdiki, kelinglar dedi, Alloh subhanahu va taolo sizlarni bilan bizlarni chaqirgan bitta hukmni ustida birlashmaymizmi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdiki, ey Alloh dedi, ana ular tiriltirilgan hukmni mana bugun men birinchi bo'lib turib o'ldirgan hukmni men birinchi bo'lib tiriltiraman deb haligi qop-qora qilingan Yahudiyni Payg'ambar alayhisalom toshbo'ron qilishlikda buyurgan ekan. Shunda Alloh azza va jalla mana bu oyatlarni tushirdiki, ya ayyuhar rasul la yahzunka allazina yusari'una fil kufri min allazina qalu amanna bi ahwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Ey payg'ambar, sizni ularni qilayotgan ish xafa qilmasin. Ular kufrga tezlab ketgan ediki, ular og'izlari bilan iymon keltirib, biroq qalblari hali iymon keltirgan emas edi ulardan. Yana mana shuni Alloh subhanahu va taolo shu oyatlarni davomida aytdiki, yuharrifuna kalimatan min ba'di mawadi'i. Ular oyatlarni o'zini joyidan o'zgartiradigan odamlar edi. Yaquluna in utitum fakhuzuhu. Agar sizlarga bersa shuni olinglar degan oyatlarni mana shu qavmlar haqida tushdi deydi. Yahudilar aytdiki, payg'ambarning oldiga borib so'ranglar. Agar zina qilgan hukmi yuzini bo'yashlik bo'ladigan bo'lsa, darra urishlik bo'ladigan bo'lsa, uni ergashinglar. Yo'q, agar buni tashbiron qilish kerak degan bo'lsa, uni tark qilinglar. Bittidagi borib so'ragan payg'ambar alayhisalom mana shuni nima qildi? Joriy qilgan paytda ushbu oyatlar tushgan edi. Demak, ularning hozirgi kundagi topiladigan kitoblari botil, ular qo'llari bilan o'zgartirib olgan, lekin 100% mi deydigan bo'lsak, 100% deyilmaydi. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, sizlarning oldingizga agar Tavrotni olib keladigan bo'lsa, buni yolg'onga chiqarmanglar dedi. Bir oyatini o'qib beradigan bo'lsa, bu yolg'on deb aytdinglar dedi. Balki u dedi Tavrot bo'lishi mumkin dedi. Ha, bu Tavrot deb turib uni tasdiq qilmanglar dedi. Chunki bu Tavrotning bo'lmasligi mumkin dedi. Demak, hozirgi kundagi Tavrotni bizlar nima qilishimiz kerak? Topa olmasa, tevib bu Tavrot emas demasligimiz kerak, balki uni attirib yaxborishimiz kerak. Boshqalarga buni nimadir o'rgatmasligimiz kerak. Hozirgi kunda kitoblar tarqatiladi, o'zbekcha muqaddas kitob deb qo'yadi. Muqaddas kitob ikki bo'limdan iborat aslida. Birinchi bo'limi yangi ahd deydi, ikkinchi bo'limi eski ahd deydi. Yangi ahd degani Injil, eski ahd degani bu Tavrot. Ularning endi bo'laklari bor. Ya'ni paralarga bo'lingan, xuddi Qur'on paralari bo'lingan bo'lsa-da, bo'lingan bo'laklari bor. Mana shunda ikki qismga bo'linib turib, Tavrot bilan Injil hozirgi kunda bitta kitob bo'lib chiqqan zaman ustiga muqaddas kitob deb yozib qo'ygan. Ana shunday muqaddas kitobni sizlarni birontangizlar ko'radigan bo'lsangizlar, qo'lingizga oladigan bo'lsangizlar, buni tezlik bilan yaxboringlar. Chunki bunda Alloh subhanahu va taolo g'azab qilgan va Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'ldan adashtirib olgan kishilarning nimadir so'zlari bitilgan yozilgan. Bundan biz juda ham uzoq bo'lishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldiga bir Umar ibn Xattob bir parcha Tavrot olib keldi. Shunda, "Ya Rasululloh, mana bu Tavrotning bo'lgan bir varaqalar ekan" dedi Payg'ambar alayhisalom. Qattiq g'azablandi. Juda ham qattiq g'azab chiqdi. "Ey Xattobning bolasi" dedi. "Hali men tirik bo'lib turib dedi, siz Tavrotni o'qib yuribsizmi?" dedi. "Men tirik bo'lib dedi. Agar Musa dedi, mana shu Tavrot nozil qilingan Musoga hozir nima davrida tirik bo'lganda dedi. Menga ergashdim, boshqa yo'l qolmaslik deb turib, qattiq Payg'ambar alayhisalom jahllari chiqib ketdi.
Demak, mana bu narsa bizga nima bo'ladi, dalil bo'ladi. Bu birinchi Tavratni o'qishimiz kerak ekan. Undan keyin Injilni o'qishimiz kerak ekan, keyin borib Qur'onni o'qishimiz kerak, shunda biz tushunamiz deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Umar ibn Xattobni qo'lda ko'rgan paytlar jahlashib ketdi. U Umar keldi. Shayton agar Umarni mana yo'lda kelayotganini biladigan bo'lsa, boshqa yo'ldan chizib olardi. Shunaqa kishi e'tiqodi nimadir? U sizmaygan Umar ibn Xattob edi. Shu kishini qo'llarida ko'rgan paytda Ibn Xattobning bolasi, "Men tirikib turibsan, qo'limda tamoq turibdim" dedi. Shu bilan birgalikda payg'ambar alayhisalom bir kuni Yahudilar bilan ushlashgan paytda, Tavrat akib qo'yib yerga qo'ygan paytlarda payg'ambar alayhisalom oldi tag'in yostiq ustiga qo'yib qo'ygan edi. Allohning kitobini hurmatlab turib. Lekin uning ichida aniq o'zgartirganlari bor edi, lekin payg'ambar alayhisalom uni hurmat qildi. Lekin hozir kunda qo'limizga muqaddas kitob tushib qoladigan bo'lsa, uni iflos najas joylarga qo'ymaslik kerak. Bu hurmatsizlik bo'ladi Allohning kitobiga. Ammo buni o'qish masalalariga keladigan bo'lsa, o'qimaslik kerak, uni yandirmaslik kerak, yandirib yuborishlik kerak bo'ladi. Chunki ular o'zlarining kitoblarini mana o'zgartirib yuborishganligini payg'ambar alayhisalom bizlarga xabarini berdi hamda Alloh subhanahu va taolo bir necha oyatlarda bizlarga nozil qilgan edi. Hamda ikkinchi kitobimiz Zabur bo'ladi. Bu Davud alayhisalomga tushgan, unda duolar, zikrlar, mav'izalar va hikmatli so'zlar bor. Unda shariat hukmlari yo'q. Bu faqatgina Davud alayhisalomning o'zlari tilovat qilib yurishlari uchun nozil bo'lgan edi. Va Davud alayhisalomning o'zlari esa Musa alayhisalom olib kelgan Tavratga ergashishlikka buyurgan edi. Shariat hukmlarini shundan olardi. Zaburda shariat ahkomlari yo'q. Faqatgina duolar, zikrlar, mav'izalar va hikmatli so'zlardan iborat edi. Uchinchi kitob Injil kitobi bo'ladi. Injil u Isa alayhisalomga nozil bo'lgan. Hozir kunda biz to'g'ri Injilni topolmaymiz. Ya'ni butun Alloh subhanahu va taolo qanday nozil qilgan Injil bo'ladigan bo'lsa, shu holatda topolmaymiz. Ammo bizni hozir kunda ko'p aylanib yuradigan Injil 4 ta Injil bo'ladi. Bular Matta, Markus, Luqa va Yuhanna degan Injillar. Ularni hammasini bitta qo'shib turib yangi ahd deyiladi. Yangi ahd bu aytgan kishilar 4 ta kishi, 4 ta odam bolasi bo'ladi. Ular o'zlarini qo'llari bilan yozgan. Isa alayhisalomga tushgan Injil emas edi. Shularning ikkitasi Isa alayhisalom bilan birga bo'lgan, ikkitasi Isa alayhisalom ko'rmagan odamlar edi. Ikkitasi birga bo'lgan va Isa alayhisalom vafotlaridan keyin taxminan yarim asrlardan keyin qo'llari bilan yozishgan, boyag'idan nimadir unutilib ketmasligi uchun. Albatta har qanaqa odam bo'ladigan bo'lsa ham ularda nimadir kamchiliklar bo'ladi. Ammo bundan boshqa Injillar juda ham ko'p edi o'zining asri davrida. Hozir vaqtimiz kam bo'lganligi uchun nasoralarning olamida juda ham katta to'polonlar bo'lgan. Nasoralarning dinga kirgan nasoralarni qattiq qiynab, ularni o'ldirib, qatl qilib turib, juda ham ko'p o'rtalarida nimadir mu'tamaratlar deydi, yig'ilishlar, kengashlar, konferensiyalar bo'lib o'tgan. Shularda bittasi 300 yillardan keyin tarixlar juda ham bir ajoyib tarixlar bor. Ularni mana shu 4 tasini saqlab qolishlikka nima qilib ittifoq qilishgan, podsho tomonidan majburlashgan, 4 tadan mashina qoldirasan, boshqalarni yo'qotib yuborasan debdi. Ana boshqa yo'qolib ketgan Injilda payg'ambar alayhisalom ismlari bor edi. Payg'ambar keladi Muhammad ismini deb turib, bunga bashoratlar bor edi. Bu yakka Allohning o'ziga ibodat qilishlik haqidagi xabarlar bor edi boshqa Injillarda. Lekin Alloh 3 ta degan, Isa alayhisalom Allohning o'g'li deganlarni nimadir davlatni kattalarga yaqinligi sezilgandan keyin shular tepaga podsholarga yaqinlashtirib turib, ularning kuchi bilan boshqa Injillarni yo'qotib tashlashdi. Va Alloh taolo bitta Isa alayhisalom uni nimadir rasuli o'g'li emas deganlarni bir chetdan qatl qildi, o'ldirib tashlaverdi. Hech biri qo'yishmadi. Faqatgina mana 4 ta Injilni qoldirishdi va bu 4 ta Injil ham bir-birini o'rtasida juda ham katta ixtiloflarga ega. Bir joyi ikkinchi joyga to'g'ri kelmaydi. Hattoki hozirgi kunda islom olimlari ular o'zlarining Injillarini o'rganib turib, o'zlari bilan bahs qilib turib, ya'ni bahsga spor bo'lyapti, juda ham katta sporlar bo'lyapti va ertaga kelasi ikkalamiz uchrashadigan, ya'ni munozaraga
bitma-bit yuzma-yuz bo'ladigan nimadir uchrashuvimizga mana bu savollarimiz javob topib ketyapti. Ochiqlik aytyapti. Lekin kelayotgan munozarada bitta ham savolga javob topolmay kelyapti. Bitta savolga javob topshamay hozirgi kunda. O'zlarini o'z kitoblari bilan o'zlari juda katta ixtilofda. Hozirgi kundagi Injilni biz Alloh subhanahu va taolo mana shunday holatda nozil qilgan deb biz aytolmaymiz. Sababi undagi kamchilikni aytib beradigan bo'lsa bunga vaqtimiz sig'maydi. Demak, bu 3 ta kitob Zabur u kiritilmagan bunun ichida. Injil bilan Tavrotni o'z qo'llari bilan o'zgartirishgan ular. Alloh subhanahu va taolo fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hada min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun deydi. O'zlaricha Alloh taolo aytadiki, voy bo'lsin deb o'zlaricha bir kitob yozib oladigan, bu Allohning so'zi deb turib Allohning so'zini o'zgartirayotgan odamlarga, bu oyatlarini ozgina arzimas pulga sotayotgan odamlarga voyil bo'lsin. Buni yozgan qo'llari voyil bo'lsin, qilgan ishlari qandagan yomona deydi Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida. Demak, ularni kattalari kelardiki, mana shu oyatlarni bizga to'g'ri kelmay turibdi, shaytonni o'zgartirib beringchi deydigan bo'lsa, ular nima qilardi? Shu o'zini kattalariga muvofiq shu shariatni yozib beradidagi, hada min indillahi, bu Allohning huzuridan deb qo'yardi, keyin pulini berib ketadi boyag'ilarga, bular o'zgartirganlarga maz bo'lib yuraveradi. Ularning mana shunday o'zgargan kitoblari hozirgi kunda o'zgargan bo'yicha qolib ketdi va hamda Alloh subhanahu va taolo bu kitoblarni o'zining zimmasiga olgan edi. Men saqlayman deb turib qiyomatgacha. Ammo bizning kitobimiz haqida inshaalloh kelasi suhbatlarimizda jumalarni gaplashamiz. Buni qiyomatgacha bitta nuqtasi, bir harfiga ham fitur yetkazmasdan qiyomatgacha saqlayman deb turib Alloh va'da bergan edi. Alloh subhanahu va taoloning so'ramiki ana shu kitobga amal qilishimizni va ana shu kitob asosida hayotimizni o'tkazishimizni Alloh nasib qilsin. Subhanaka Allohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.